85 yoshda onaginamni qo'llaridan bugun osh yeymiz. O'zim osh qilib beraman deb qo'limdan taxtani ham nimani ham olib qo'ydilar. Tongda rayhonni uzib chakkalariga taqib ilohim hammani shu yoshlarga yetkazsin. Shu yoshlarga yetganda onaginamga o'xshab sabzilarni to'g'rab, rayhonlarni chakkalariga taqib oshlar qilib bersinlar. Hozir kimdir ko'rib, o'zingiz qo'lidan olsangiz bo'lmaydimi dedi. Yo'q, meni qo'limdan o'zlari oldilar. Yo'q. Qattiq ekanmi bunisi? Pichoq o'tmas ekanmi? Hozir aytamiz. Opamni pichoqlari. Muhabbat, bu pichog'ing o'tmas ekan. Yo'q, qushlar yo'q onasi. Ya, havas qildim dedilar bu. Rossiyskiy savzi toshday. Savzini ham rossiyskiy o'zbekskisi bo'ladimi? Ona? Onaginam. Sabzini ham rossiyskiy o'zbekskisi bo'ladimi? Ha. Qaydan bilasiz? Rossiyadan kelgan. Rossiyani sabzisimi bu? Bizda hozir bunday savzi bormi? Sho'rvaga soladi. Ha. Rossiyskiy shirin qat qizil. Buyur.